Yigitlar, hurmatli hamkasblar, hammani diqqatini bir muammoli holatga jalb qilmoqchiman. Bilasizlar, hammamiz yuktoshiymiz. O'zbekistonga kirib kelganimizdan keyin O'zbekiston Respublikasi bojxonasi tomonidan mana banklarni shoxobchalari ochib qo'yilgan. Mana shunga majburiy ravishda bizda o'zimizni nima uchun emas, balkim klientni yuki uchun pul to'lattiradi. O'shani endi biz men hozir prokuraturaga murojaat qilaman, keyin soliq qo'mitasiga ham hamma joyga murojaat qilaman. O'sha to'lovga qarshimiz deb nima qilamiz? Nima uchun? Bojxonaga kerak bo'lsa, oson variantini qilmasinda, semerda qaysi importyor ko'rsatilgan, qaysi eksportyor ko'rsatilgan, o'shalardan undirsin. O'shalardan undirib olsin kerak bo'lsa. Bizni mashinalarni qamab qo'yib, pulni to'lamasang chiqarmayman deb agar ultimatum qo'yadigan bo'lsa, unda bojxonani sudga beramiz. Luboy mana semerda anons bo'ladi, onlayn tizimni joriy qilsin. O'sha qaysi firma, qaysi savdo-sotiq kompaniyasi o'shani nomi kiritilgan sotib oluvchini ana o'shandan undirib olsin. Menga masalan 300 ming, 400 ming ne za что kimdir qaysidir nimani yuki uchun to'lash lishna yoqmaydi. Sababi bunday olsa, nima uchun bojxona shunchalik shustri idora ekan, o'shanani onlayn tizim qilib qo'yib taqdim qilavermaydi. Mana seni yuking kirib keldi, mana buni to'laysan deb. Nimaga biz to'lashimiz kerak? Ana shuni hamma aytish kerak. Bojxona endi kassa joriy qilib qo'yibdi, banklarning filialini ochib qo'yib. Ana shartnoma qismida semerdan qaysi nimaga keladigan bo'lsa, ana o'shanga yo'naltirsin. Nimaga biz haydovchilar to'lashimiz kerak? Qayerga qarama, to'la, faqat hamma narsaga to'lash kerak. Ana shunday bo'ladi yigitlar. Ana shu narsaga o'z norozigarchiligimizni bildiramiz deb mana holi men murojaat xati ham tayyorlayman. Iminda mana shu chegaradan kirib kelishda qaysi nima bo'yicha bizga to'lattirayotgan bo'lsa, o'sha nimani o'zlari o'sha importor, eksportorga to'lattiraversin.